Mana ot savdo bo'lyapti. Denodan ekan. Bu tarafda savdosi bo'lyapti. Hidrolidomda ko'ramiz. Ron 20 million so'm bo'ldi. Biya so'raganlarga mana ona bola biya sotuvda ekan. Telefon nomeri ham bor. 21 savdo bo'libdi ekan, bermabdi. Uydan ham sotamiz deyapti. Ot sotildi mana aka. Uzunda oti Dashnovatga ketyapti. Hidrolidomda ko'ramiz. Biya sotildi ekan. Dashnovatdan Denoga ketyapti. Bir haftaga tug'andi deyapti. Hidrolidomda ko'ramiz. Bu tarafda pul sanashyapti. To'y so'raganlarga uydan ham sotamiz. Bu qora sotildi ekan. 8 million. Hidrolidomda ko'ramiz. Biya so'raganlarga ikkita biya sotiladi. Denoda Hidrolidomda ko'ramiz. Telefon nomeri ham bor. Barcha yangilik salom sar bilan Surxon TV kanali. Bugun sana 19-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa payshanba ot bozoridan ot narxlari, to'y narxlari, biya narxlari bilan tanishtiramiz. Bugun ertalab sal yomg'ir bo'lganligi sababli bozorga ot kamroq kirib ekan, sanoqli ot kirgan. Shularni videoga olishlarga tanishtiraman. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi. Mana ekranda ham qoldiraman. Xohlasangiz shu videoni kommentariyasida, silkasida G'iyosbek Xurramov YouTube kanalini qoldiraman. Silkaga shunday bosasizlar, mol bozor, qo'y bozor videolarini ko'rishingiz mumkin. Sog'on sigir narxlari ham G'iyosbek Xurramov kanalida chiqadi. Ot bozor muxlislari uchun mana aka bugun bozordagi bor otlarga tanishtiraman. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana aka ot qiziqadiganlar Surxon TV kanalidan ko'radi. Mol bozor, qo'y bozor, sog'on sigirlar G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida bor. Albatta silkasi kommentariyada qoldiraman. Kommentariyada fikringizni yozib va silkani bosib G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida o'tib mol bozorni kuzatishingiz mumkin. Ot so'raganlarga Deno 8-martdan 6 yashar otimiz sotilar ekan, ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat, qora bayir ot mana savdo bo'lyapti ekan. Aka 6 yoshmi? 6 yashar aka. Bo'yi qancha aka balandligi? Biri olmuş, biri olmuş. Nech pul deyapsiz? Musofirlar, privet. Savdo nech pul bo'lyapti? Aka nech pul qilyapti? 20 million qilyapti. 35 deyapsiz, aka 20 qilyapti. Hali bor ancha. Bitta bor aka. Bitta bor ekan. Xullas, ha kelishtiringlar. Otni tanishtiring hozir. Xullas mana aka Denodan 6 yashar qora bayir otimiz ketdi ekan, sotgani giditi bo'yi 1.55 plus ekan. Xullas mana 6 yashar ot. Xullas mana bu yerda savdosi bo'lyapti ekan. 35 deyapti. 35 baho qo'yapti ekan. Aka nech pul savdo bo'lib qoldi yana? 200 ming so'm o'tsang ot qoldi shu yerda. Qanchaga? 20 ga? 20 ga. Bosing endi. Kelishtirib beringlar. Mana aka ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Savdo bo'lyapti ekan. Mana aka alpomiz chavandoz chopar ekanlar. Agar bor baraka desang ketdi. Ey martdan chiqadi. Pul sanab olish yoqqa. Buni qarab qo'ysan Instagram qo'ymasam qaytmasin 20 million. Ana aka roni bo'ldi 20. Bu roni bo'ldi. Mana aka baytal sotuvda ekan. Voy nech bilyapsiz baytalchani? 20 deyapsiz, yosh nechida? Yoshi 6 da 20 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 15 ga to'xtabdi ekan, 20 baho qo'yilyapti, 15 million savdo bo'ldi ekan. Qayerdaki bu? Denodiki ekan. Uydan ham sotamizmi yo'qmi? Nomerni aytib qo'ying. 50lik 074 43 31 shu nomerga bog'lanasizlar. Xullas mana shunday baytal uydan sotilar ekan. Ot sotildi ekan mana aka. Uzundan ekan ot. Qanchaga oldingiz aka? 25 million 500 ga. Patta aka 25 million 500 gami? Chavandozmi? Mana aka shu balanaga uchun oldi ekan. Xullas aka chavandoz qilmoqchi ekan bolani. 25 million 500 ketdi. Necha yosh ekan yoshi? 8 ga. 8 yashar. Mana 25 million 500 mingga sotilgan ot. Mana aka uzunni otini akamiz chavandoz aka sotyapti ekan. Dashnot ketyaptimi? 25 million 500 ga oldi ekan. Bu aka 25 million 500 oldimi? 25 million 500 ga oldi ekan. Pul sanayapti ekan. Yosh nechida ekan o'zimni? 8 yashar uzunda ot ekan. Mana 25,5 millionga olingan ot. Qarang, narx qanday? Odamlarimiz arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Biya sotildi ekan 24 millionga. Yoshi qanday aka buni? 8 yashar. Qayerdaki ekan aka bu? Siz oldingizmi? Dashnovatdan Denoga ketdi ekan 24 millionga sotildi. 24,5 mi? 24,5 ga sotildi ekan. Bo'g'ozmi deyman aka bu? Mana aka chorakka chavandozga ketdi ekan, bir hafta bir oylargacha tug'ar ekan 24,5 millionga sotilgan bo'g'oz biya.
Bunga biya narxlari bilan tanishtirib o'tay. Mana bu tarafdan pulni sanayaptimi? Xullas shu akalar olibdi ekan. Dashnovatdan Denovga ketyapti ekan. Biya 24,5 ga. Bir haftalarga tug'adi-da. Nasib bo'lsa bir haftaga tug'ish niyati bor ekan. Onavala biya so'raganlarga manaki onavala biya bozorga kelib sotuvga. Bolasi erkakmi, urg'ochimi aka? Bolasi urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi ekan. Qancha bo'lyapti jiyan savdo? 21. Nech pul baho qo'yapsizlar? 30 million so'm baho qo'yilyapti ekan. 21, 22 million atrofida savdo bo'ldi deyapti ekan. Xo'p, mana aka. Ikkinchi bolasi nech savdo qilyapsiz? 21 million savdo qildi ekan mana aka. Ikkinchi bolasi ekan. Biya narxlari qanday? O'zbekistonimiz Surxondaryo, Sarasi, payshanba ot bozordan mana aka onavala biya sotuvda ekan. 21 savdo qilyapti, bermabdi ekan. Kelishamiz deb. Voy, nomerni aytib qo'ying. 95lik 757 1482 shu nomerga bog'lanasizlar. Agar onavala biya bozorga sotilmasa, uydan ham sotamiz debdi aka. Necha olindi bu? Sotilyaptimi? O'qib deb o'ylayapsiz-ku. Voy, necha pulyapsiz bu baytal aka? 14 million bo'lsa beramiz deb. Zo'rmisiz baytal ham bu? Necha yoshda? Bo'g'oz 5 oylikmi? Kechikmi bu? 14 bo'lsa beramizmi? Udarku. 14 million bo'lsa beramiz deyapti ekan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi bu? 13 million bo'lyaptimi? 13 million 650 savdo bo'lyapti ekan. 14 bo'lsa beramiz deyapti ekan. Denovdan baytal. Rostdan 5 oylik bo'g'ozmi? Aka nomerni aytib qo'ying. 88lik 89 0770 shu nomerga bog'lanasizlar. Denovdan biya olaman deganlar bo'lsa marhamat. Yerkovlar ot so'raganlarga, bu yerkovlar ot kimdan aka bu? Hojibo sizdanmi bu? Yerkovlar toycha nech pul deyapsiz narxini? 20 million. Xo'p, yosh qanday bu? 1 yashar yerkovlar ot sotilar ekan. 20 million so'm baho qo'yapti. Hojiboni oti ekan, ko'rishingiz mumkin. Bu savdo nech bo'ldi? Savdo 11,5 bu. 20 baho qo'yat, 11,5 savdo bo'ldi ekan. Mana aka, toy olaman deganlar bo'lsa, udar toycha sotuvda ekan. Yer qoparar toyimiz mana shu bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin do'stlarimiz. Mana aka 20 deyiladi, 11 million savdo bo'lyapti ekan. Bosing bar ekan Hojibo. Xullas toy narxlari do'stlarimiz. Xo'p, nechaga qolib toychalar? Sotildimi qorasi? Erkakmi, urg'ochimi? Bu urg'ochi ekan, mana 8 millionga sotildi ekan. 1 yashardan o'tgan-a? 1 yashardan o'tgan 8 millionga sotilgan. Bu sarig'ichi. Bu nech bilyapsiz? 7,5 ga qol urg'ochi bu. 7,5 ga qolgan toycha, mana aka toy narxlari bilan. Uyda yana bormi yo'qmi? Uyda bo'lsa, nomer bo'lsa ayting demoqchi edim. Mana aka toy narxlari. Nomer 97lik 813 3190 shu nomerga bog'lanasizlar. Udar toychalar bor, uydan ham sotamiz.